Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mana bizni fors tili fanidan birinchi mavzuyimiz, ya'ni birinchi darsimiz bu fors tili tarixi, forscha alifbo, fors tilida unvonlar tavsifi va diftonglar mavzusiga bag'ishlangan. Fors tili haqida biz demak shuni aytishimiz kerakki, bu sharq tillarining asosiy nimalaridan bittasi hisoblanadi va fors tili bu hozirgi Eronda asosan rasmiy til. Bundan tashqari Afg'onistondagi Dari va Tojikistondagi tojik tillari ham bu fors tili bilan yaqin va shu sababli biz bularni forsiy zabon e, davlatlarga kiritamiz va bu yerlarda so'zlashadigan, gaplashadigan xalqlar demak forsiy zabon hisoblanadi. Shuningdek, fors tilida Xitoyda, Pokiston, O'zbekiston hududlarida e, qisman oz sonli bo'lsa ham Qirg'iziston va Qozog'iston hududlarida ham fors tilida e, gaplashishadi. Bundan tashqari hozir Rossiyada ham tojik diasporasi, tojik migrantlari va shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlari va bir qancha e, Yevropa mamlakatlarida ham fors tilida gaplashadigan diasporalar bor. Bular asosan Erondagi inqilobdan keyin 1979 yilgi inqilobdan keyin bu yerlarga ko'chib kelgan muhojirlar hisoblanadi. Bundan tashqari afg'on muhojirlari ham bor. Mana shular hammasi demak forsa tilida so'zlashuvchi xalqlar hisoblanadi. Xo'p, demak mana xaritada fors tilida so'zlashadigan xalqlarni o'sha hududlari ko'rsatilgan va mana ko'ryapmiz bu nima asosan hozirgi Eron territoriyasi hududlari kiradi. Shuningdek, O'rta Osiyo qismi, Tojikiston, O'zbekiston ma'lum qismlari, e, Afg'oniston hududlari kirgan. Hop, rejamiz demak quyidagilardan iborat. Fors tili tarixi, yoyilgan hududlari, roli va ahamiyati haqida so'zlab o'tamiz. Fors tilida fonemalar tizimi, fonema va harf tushunchasi, forsiy alifbo, unlilar va diftonglardan iborat. Xo'p, demak, fors tili tarixi, yoyilgan hududlari, roli va ahamiyati haqida, demak, biz yuqorida ham qisman gapirib o'tdik. Demak, fors tili Hind-Yevropa tillariga mansub Eroniy tillar guruhiga kiradi. Bu tillar fonetik va grammatik xususiyatlariga ko'ra g'arbiy va sharqiy Eroniy tillariga bo'linadi. 9 asrdan boshlab Somoniylar davlati hududida yoyilishi bilan bir vaqtda bu til Dari tili sifatida davlat ishlarini yuritishda qo'llanilgan. Mazkur til o'zini ohangdorligi, hop, sinonimlarga boyligi, hop, shuningdek e, shuningdek bu tilda bu tilni vazn va qofiyaga tushishi e, shoirlar va olimlarni o'ziga jalb qilgan. Shu sababli ham she'riyat bu til nimasida, tilda so'zlashadiganlar orasida keng keng rivojlangan. 9-15 asrlar oralig'ida Eron, O'rta Osiyo xalqlari ilm, fan, madaniyat sohasida aynan shu tildan foydalanishgan. E, Poeziya gullab yashnagan, demak, she'riyat, nazm, tarix, falsafa, adabiyot va aniq fanlar rivoj topib, asarlar yozishda fors tilidan keng foydalanilgan. Abu Abdulloh Rudaki she'ri asarlari, Firdavsiyning Shohnomasi, Umar Xayyomning ruboiylari, Sa'di Sheroziyning Guliston va Bo'ston asari, Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusro Dehlavi, Hofizning o'lmas asarlari shular jumlasiga kiradi. Bundan tashqari Alisher Navoiy ham fors tilida ijod qilgan. Mirzo Bedil, hop, Hamza Akimzoda Niyozi ham o'zbek ham fors tillarida ijod qilgan. Zulustanayn, Zebunistonni biz bilamiz Temuriylardan. Shunga o'xshab, demak, fors tilida juda ko'plab shoirlar ijod qilgan. Bular haqida soatlar gapirish mumkin. Ammo bizni mavzuyimiz demak fors tilini
o'rganishga bag'ishlanganligi sababli biz bu haqda demak mana shu so'zimizni muxtasar qilamiz. Demak, ikkinchi planga o'tamiz. Demak, fors tilida fonemalar tizimi haqida. Inson nutqining tarkibi bo'laklarini tashkil etuvchi tovushlarga fonemalar deyiladi. Fonemalar ifodalovchi tovushlar tabiatidagi boshqa tovushlardan farqli o'laroq muayyan shaklga ega bo'ladi. Ular insoniyat rivoji davomida turli xalqlarda turli shakllarni kasb etgan. Shu sababli turli millatlar tilidagi nutq tovushlari, fonemalar bir xil emas, ular bir-biridan farq qiladi. Ee, O'zbek tilida q tovushi fors tilida yo'q, masalan. Biz buni g'e deb talaffuz qilamiz. Shuningdek, ikkala tilda mavjud bo'lgan ayni so'zlar boshqa-boshqa talaffuz ham qilinadi. Masalan, o'zbek tilida biz qoshiq desak, fors tilida g'oshiq, e, qaymoqni qaymoq deb aytishadi. Demak, bu farqlar mana shu fonemada, har ikkala tildagi fonemalarda ko'zga ko'rinadi. Undan tashqari ikkala tildagi ayni fonemalar ham bir xilda talaffuz qilinmaydi va o'ziga xos talaffuz qoidalariga ham ega. Mana shu zikr etilgan mulohazalarga ko'ra har bir tilning fonemalar, ya'ni tovushlar tizimi alohida o'rganiladi. Bu fonemalarning demak o'xshash va farqli jihatlari til o'rganuvchi e, oson anglash uchun, til o'rganuvchi oson anglashi uchun odatda u ona tilidagi tovushlar tizimi bilan qiyosi o'rganiladi. Xo'p, keyingi nimamiz reja bo'yicha bu forsi alifbo. Forsi alifbo aslida arab alifbosi asosida shakllangan va arab alifbosidan farqli, ularda faqat to'rtta yangi o'sha harflar, bular nima qilingan, harflar o'ylab chiqilgan va bu harflar arab tilida tovushi bo'lmagan harflar hisoblanadi. Bu P harfi, demak Ch harfi, G harfi hamda J harflaridan iborat. Shuningdek, alifdagi e, arab tilida ani beruvchi ko'pincha fors tilida o sifatida talaffuz qilinadi. Hop, keyingi savolimiz bu unlilarga bag'ishlangan. Unli tovushlar, bular asosan talaffuz jarayonida biron to'siqqa uchramaydigan tovushlar hisoblanadi. Fors tilida 6 ta unli fonema va 2 ta diftong mavjud. Bular quyidagilar hisoblanadi: I, E, A, U, U, O. Yakka unlilar va mm, A hamda U diftonglari hisoblanadi. Unli tovushlar odatda ularning xossasiga ko'ra tasnif etiladi. Unli tovushlarning xossalari 3 belgiga ega. Hosil bo'lish qatoriga ko'ra, til e, ko'tarilishi darajasiga ko'ra, demak, lablarning qatnashuviga ko'ra. Fors tilidagi unlilar hosil bo'lish qatoriga ko'ra old qator va orqa qator unlilariga bo'linadi. I, E, A unlilari old qator va U, O, A orqa qator unlilari hisoblanadi. Har bir qatorda tilning 3 xil ko'tarilish darajasi ko'zda tutiladi: yuqori, o'rta va quyi. Oldingi qator unlilaridan I yuqori daraja, E o'rta daraja, A A quyi darajada til e, ko'tarilishidan hosil bo'ladigan unli tovushlar hisoblanadi. O'zbek tilidagi orqa qator unlardan U yuqori daraja, O o'rta daraja va A e, quyi daraja til ko'tarishlari hosil bo'ladigan unlilar hisoblanadi. I, E, A oldingi qator unlilari lablanmagan, U, A orqa qator unlilari lablangan unlilar hisoblanadi. Xo'p, diftonglar masalasiga keladigan bo'lsak, fors tilida bular asosan A va O uchraydi. 2 ta unli tovush birikmasini ifodalagan tovushga diftong deb aytamiz. Endi masalan misol keltirilgan ayvon, kayvon, sovgand va xo'dirov. Xo'dirov. Xo'p, diftonglar so'zda faqat undosh tovushlardan avval so'z boshida, so'z o'rtasida va oxirida uchraydi.
Unli tovushlardan oldin hech qachon diftonglar uchramaydi va bunday holatlarda diftong birikmasining ikkinchi bo'lagi undosh tovushga aylanadi. Masalan, peyrov, peyrovon, peyraviy, farruh, farruh, peyon. Ho'p, demak, biz reja bo'yicha bugungi darsimizni yakunlaymiz. Hop, keyingi darsda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.